Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Peka. Xo'p, bugungi videoroligimizda sizlar bilan obunachimizning akkauntini open case qilib ko'ramiz. Ya'ni obunachimizning akkauntiga bugun Fraun X kassimini tushirishimiz kerak. Akkauntimizda 8100 UC bor ekan. Hozir asta-sekin bonus UC'larni olamiz. Aha. Bu yog'i 9,5 ming UC, 10 ming UC ga yaqinlashib qoldi. Xo'p, open case'imizni asta-sekin boshlab olamiz. Asosan bizga Fraun X kostyumi kerak. O'zi 69 marotaba ochilgan ekan, garant yarmi ochilgan. Ya'ni 150 marotaba ochsa, garantdan anaxora X kostyumini olsak bo'lar ekan. Xo'p, like bosish, obuna bosish yodingizdan chiqmasin. Asta-sekin biz videoroligimizda, ya'ni open case'imizni boshlab olamiz. Xo'p, bismillah deb birinchi 10 taligimizni bosib o'ramiz. Qani ketdi. Birinchi 10 taligimizda Fraun X kostyumi tushib olsa, tak, ko'rib boramiz. Nimadir tushdi. Wow, nimadir tushdi lekin. Wow, anaxora X kostyumi tushdi. Birinchi 10 taligimizda. Vaqti zo'r. Xo'p, anaxorani tushirib oldik. Endi bu yo'g'iga bosamiz. Qani bolalar, Fraun X kostyumini ham tushirishimiz kerak. Xo'p, ikkinchi 10 taligimizda bosamiz. Ikkinchi 10 taligimizda Fraun X kostyumini berib yuboradi. Qani. Wow, hech narsa bermadi menimcha. Xo'p. 20 UC'ligimiz bor ekan, skidkada o'shani admin qilib bosib yuboramiz. O kaska tushib oldi. Yaxshi. Propustda 5 ta bosamiz. 1 2. Bu ham bir taktika. Parashyut tushdi, Fraundiki. Normalmi? Xo'p. Anaxorani yana bir marta bosib, Fraun X kostyum ruletkasiga o'tib ketamiz asta-sekin. Chunki Fraunning shansi o'zining ruletkasida ko'proq. Bizga faqat Fraun kerak. O'shani ko'taramiz, xudo xolasa. Glider tushib berdi. Bu avval tushgan ekan. Xo'p, Fraunga o'tamiz. Bismillah deb boshladik. Fraundan berib yuborsaydi, bu yog'iga shoshilmasdan asta-sekin open case'imizni davom etkazardik. Hop, 8 plus berdi. Hop, meshlarni berishni boshladi. Tak, yana bitta 10 talik bosamiz. Agar Fraunni bermasa, Victor taktikaga o'taveramiz. Bu 10 taligimizda nimani berar ekan? 15 plus. Fraun popkasini berdi. Bu juda ham yaxshi. Obunachimizga o'zi Fraun kerak edi. Victorga o'tib olamiz. Victor tog'iga. Xo'p. Boshqa imdod tashlaymiz. Buni qop tashlaymiz. Victorni o'zini mo'ylovi bo'lishi kerak. Xo'p, mana arujalardan depini ishlatamiz qo'liga. Xo'p, asta ruletkamizga kirib olamiz yana. Xo'p, Fraunga o'tib olamiz. Talik, ikkinchisi, uchinchisi. Propusted, granata, sразу 10 talik bosamiz. O'zi skidkamizda tugabdi. Yana 10 marta ochishimizga yetib qoladi, xudo xolasa. Yerda garantda monetasi ham to'lib qoladi. Agar betdan tushmasa, o'sha monetaga o'ramiz. Oldiruvchisi yaxshi edi, o'sha garantda monetasiga Fraunni ko'tarardi levelini. U yaxshiroq bo'lardi. Nimadir bermay qo'ydi. Propustedni bosib bitta bosamiz. Qani ketdi. Wow, bermayapti. Victor tog'a kuchini ko'rsatmayapti. Sразу пропустит. 17 plus mefik berdi. Bizga Fraunni ber. Ukrasheniya. Ruletkadan chiqamiz. Kartani alishtirib ko'ramiz. O'zi ikkinchi level qilsak bo'lar ekan, Fraun tushirsa agar. O'zi 3-levellarga chiqarsa yaxshi bo'lardi. Fraunni chetdan berib yuborsaydi. Fraunni berib o'rta bizga. Qani Fraun. Fraun berdi. Fraun. Glider ekan u. Voy, chichvordi PUBG.
Vay, odam xursand bo'lgandi. 23 plus berganiga Fravanda berdi o'zi degandim ha. Emotsiyani buzib PUBG lekin. Fravanda berdi bizga. Xo'p, bu ruletkada menimcha shans tushib ketdi menimcha. Boshqa ruletlarga mana bu ultimate'ga bir 10 US'ga ochib ko'rayotganim. 10 US'ga ultimate tushib qolsa, o 20 US'lik ekan. Qani? Nima berdi? Wow, kraska. Xo'p, chiqamiz a. Mana boshqa rolikka kirib ko'ramiz yana. Misol uchun shotni 12 US'ga otib ko'ramiz a. Yeriga tushishi bilan propostitda bosaveramiz a. Mana ketdik. O, mesh kraska berdi ana. Boya lekin bor Fram tushdi deb o'ylagandim. No, PUBG bizni alladi har doimgidek. Fravanda beraverdi. Bervor. Wow, tushmadi-yu. Xo'p, yana qanaqa taktikalar bor? 5 martdan olmish US'ga ochamiz. 2 3 4 5 Propustitni o'chirib, to'ntali, tatmin, yana to'ntali, yana tatmin, yana bosamiz. Ketdi, короче. Nimadirlar deb tashadim. Короче, o'zim ham tushunmay qoldim. Bizga Fravon kerak muhim. Bermadi-yu Fravon. Bergan PUBG. Ikkitali 10taliga yetadigan qoldi. Tushmadi. Tushmadi-yu, PUBG bizni aldayapti. Xo'p, yana bir ikkitali 10talik o'tsa bo'lar ekan. Bitta. Bittalikdan 3 marta ochamiz. Oxirgisi. Hamanga o'tamiz. Qani bervor. Atmen. Qaramay turamiz, qani nima tushar ekan. Fravanda bervorsa oxirida. Bervor. Wow, bermadi-yu. No, mayli. Tak, olmish US'ligimizdan bitta qoldi. Propustit. 30 US'ga qolibdi. 30 US'ga ham o'z ochishni yo'lini qilamiz. Adashmasam ham bunga skidga olsa bo'lardi. Bitta olsa bo'lardi. O'zimizga bitta kerak, ko'p kerak emas. 30 US'ga Fravon tushiramiz, qani ketdi. Tak, Fravonga o'tamiz. 30 US'ga. Bu yangi X kostyumni ochish kerakmi deb o'ylab qoldim-da, chunki normal narsa bermadi bu yerda. Mini material. Fravon tushmadi. O'shanisi minus bo'ldi. Garantiyalar olib turamiz. Menimcha endi katta ehtimol bilan mana bu monetkasiga sotsa kerak. Obunachimiz bilan gaplashib ko'raman. Xo'p, obunachimiz bilan gaplashib o'rtoqlar, mana bu yerdan garantimizni olamiz. 1000 ta moneta. Fravon tushib berganda, lekin ko'taraverdik 3-levellarga. Xo'p, endi bu yerdan Fravonni qatdan sotib olardi. Obmin nagrad Fravon. Mana 30 US'ga Fravon tushirdi deymizmi? Xo'p, endi asta-sekin Fravonni ko'tarishga o'tamiz. Ketadi-yu. Mana bu toshdan bitta olish kerak, adashmasam. Qolganini ko'ramiz. Balki keyinchalik danat o'zlari ko'tarib olishadi. Xo'p, X kostyumga o'tamiz bu yerdan. Eng pastda oldi bu Fravon. Ketdi, ikkinchi level. Tak, jessini berdi, atmen ko'ramiz. 3-levelga 118 ta jeton kerak bo'ladi, adashmasam. 122 ta. 5 ta tosh yetmaydi. Xo'p, endi akkauntimizga nimalar tushirdik biz? Fravon X kostyumini tushirdik. Mana bu yangi X kostyumni tushirdik. Xo'p, popkalardan Fravon popkasini tushirdik. Oldi popka. Bu Fravon kivolik, cho'kki turadi. Fravonimiz qani edi?
Brown popga tushdi bizaga deydi-yu. Xo'p, bu yerda nimalar bo'ldi? Mana bu tushadiganlardan Brown'niki tushdi. Keyin mana bu yangi Galder X kostyuminiki tushdi. Parashyut tushdi. Yana nimalar tushdi? Material tushdi. Bu menimcha mini material tushdi adashmasam. Katta material tushmadi. Xo'p, 4 ta material bor ekan. Menimcha obunachimiz akkauntini obzorini ko'rganim 3 ta 416 si bor edi. Bir o'rtasini fullga chiqarib oladi. Ancha ko'tarilgan level. Bugungi videoroligimizda shundan iborat edi o'rtoqlar. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Shu videoroligimizga like bosib, kommentariy yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Xo'p, mana shu videoroligimizda kommentariyasiga 325 UC qo'yilgan, ya'ni RP. O'zlaringning izohlaringni kommentariyada qoldirasizlar. Xudo xolasa keyingi videoroligimizda o'sha random bot orqali, ya'ni random sayt orqali o'sha kommentariy yozgan odamni aniqlaymiz va o'sha kishiga 325 UC tashlab beramiz. Sizlar bilan peka bo'ldi o'rtoqlar.